Menga qara, sen hammani kirin yuvib nima uchun meni kirim bormi yo'qligini so'ramaysan, o'zi tayyor kir mashinada yuvsan. Yana bir og'iz so'ramaysan, opajon kiriz bormi yo'qmi deb. Men erimni uyda doim qo'lda yuvardim, sen tayyor kir mashinada yuvyapsan. Menga qara, qo'lingda sport tushundingmi? O'chir bu plisosni. Nima meni ukam topgani faqat to'kni to'lash uchun ketsinmi? O'zi bitta plisos olib kelmagan bo'lsang, qo'y joyiga yo'q, qo'lingda sport, tushundingmi? Oyjon, choy olib keldim. Keling, o'tiring qani. Nima bo'libdi? Oyjon, men bu uydan ketaman, mendan rozi bo'ling. Ebi kelin jonim, unaqa demang. Men ham hamma narsani ko'rib o'tiraman. Qaynapangiz alamzada. Erni uyga jo'natamiz, hammasi yaxshi bo'ladi. O'zgina chidan kelinjon. Ha, onajon, nima? Men bu uyga sig'mayapmanmi? Ikkovlaringiz o'tirib meni yomonlab o'tiribsizlar. Nima? Qaytib kelganim sizlarga ortiqchalik qilyaptimi? Yo'q o'zingni. O'zi doim shunday bo'lgan. Qaytib kelgan qaynapa uydagi kelinga kun bermagan. Undan ko'ra narsalarini yig'ishtirib uyingga jo'na qizim. Sen ham baxtli yasha. Bugun ham baxtli yashasin.